Kanalimizda inomarka mashina kutayotganlar uchun bugun video obzorimizda Renault Arkana mashinasi bo'ladi. Mashinamizni ko'rishingiz mumkin. Yili 2021, egalari 2022 salondan olib chiqqan. Mashinamizda kraskalari absolutni top-toza, faqat mana shu yerda ozgina tosh tekkan joylari bor. Mashinamizda motor, ходовой, korobkalarda bironta ish yo'q deyishyapti. Yana ham o'zlaring uchun ustalaring bilan ko'rib tekshirtirib olaversanglar bo'ladi. Mashinamizga propan gazda ustanovka qilingan. Balon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Yaqindagina 4 ta miyaqki balonlar xarid qilgan. Renault Arkana mashinamizda 3 xil pozitsiyasi bo'ladi. Bu ikkinchi pozitsiya. Salon qismini ham sizlar bilan qisqacha ko'rib o'tamiz. Salon qismini ham ko'rishingiz mumkin. Mashinamizda cruise control, climate control, abduh, abagrev hamma funksiyalari ishlaydi. Rullari elektron, e'tibor berasizlar. Yurgan probiga keladigan bo'lsak, bor yo'g'i 99 ming. Bu mashinamizni ko'rdik, narxini OLXda ham, internetda ham 17 ming, 18 ming turgan ekan. Egalari ham bizga 15 ming, 16 mingga sotib bering deb kelgan ekan oldimizga. Biz bu mashinani hozir arzondan arzon kanalda sizlar uchun egalari bilan savdolashib, bor yo'g'i 12.900 dollarga berib yuboramiz. Ulgurib qolinglar. Arzondan arzon kanalni kuzatishda davom eting. Bundan ham arzon uy-joy va mashinalar hali oldinda.